Mana bugun nechinchi chisla? Tog'a chislasi bilan gapiring-da. Xo'sh, bugun chisla nechi? 2mi? 2-iyun bo'lsa kerak, vallohu alam. Hozir to'xtang, men ko'rib beraman. 4-iyun ekan aka. 4-iyun. Ha. Xudo xolasa mana qaytyapmiz, faqat qo'rqib ketmanglar. Natijalarni tog'a ko'taryaptilar mana. Bismillah. 2 kishi mana bir sutkali natija. To'xtang, sekin. Mana shuni chek. Shuni. Ko'tarib olaman. Ko'tar. Voy, men ko'tara olmayman. Ko'tarib olmayapti buni. Ko'taring endi mana. Qani ide bo'lsin. Qani, oyog'imni yaxshi. Sherzod bo'yla. Torta olmayaptilar mana, akam torta olmayaptilar. Bo'yla. Yer ko'k balo. Lekin qo'yib yuboradigan chiklar yo'q bu yerda. Tag'in u negativ yozib yurmanglar. Chik yo'q, karaz mana maydalari. Sazanning kichkinasi 800 gram 1 kilo, eng kichkinasi.